O'zbekning qo'li gul deb bir 50 ming dollarlik mashinani 350 ming dollarlik mashinaga aylantirib qo'yishibdi. Ko'rishinglar mumkin, biz bu mashinaga 360 gradus kameralarni ustidan qo'yib keldik. Yon bakoylarning joylashuvi. Orqalarini ham ko'rishinglar mumkin, okalar, hammasi ideal bo'lib turibdi, zavod holatida bo'lib turibdi. Bolalarning qo'li gul ekan, hammasi ideallikka joylashtirib qo'yishdi mashinani. Kameralardan ishlashlarni ko'rsatib o'taman, ko'rishinglar mumkin, okalar. Hammasi ideallik bo'lib turibdi, monitorlar joylashuvi. Quruga obzor hamma joy ko'rsatadi. Parkovka qilishinglarga juda qulay aka bular. Keyin video registratsiya vazifasini ham bajaradi. Pavrotni yoqqaninglarda ham chapga, o'ngga yoqqaningizda hammasini ko'rsatib turadi. Okalar, shunaqa xizmatlarimiz kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarni sifatli qilib bitirib beramiz. Bitta bu emas, elektroprivet bagaj, signalizatsiya xizmatlari ham bor. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Ishlarni sifatli qilib bitirib beramiz.